Mahalla yettiligiga kiritilgan soliq xizmati organi xodimlarining asosiy vazifasi o'ziga biriktirilgan hududdagi ishchi xodimlarni legallashtirish, noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarni faoliyatini qonuniylashtirishga ko'maklashish va shu orqali soliq bazasini kengaytirishdan iborat. Namangan shahridagi Gulbog' mahalla fuqarolar yig'ini mahalla inspektori faoliyati hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Mahalla yettiligi tizimi aholining hayot darajasini oshirish, joylarda ochiqlik va mas'uliyatni kuchaytirish hamda fuqarolarning davlat idoralariga ishonchini mustahkamlashda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda. Ayni paytda Namangan shahrida 59 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, ularga 28 nafar soliq inspektorlari biriktirilgan. Bugun biz lavhamiz orqali Gulbog' mahalla fuqarolar yig'ini mahalla soliq inspektorining bir kunlik faoliyati bilan tanishamiz. Soliqchining kunlik ishlarini tashkil etishida mahalla raisi, hokim yordamchisi, qo'yinki mahalla yettiligining hamfikr va yelkadosh bo'layotgani muhim ahamiyatga ega. Ular birgalikda hudud aholisining ish bilan ta'minlanishidan tortib tadbirkorlik subyektlari ko'payishiga, oilalar daromadi oshishiga xizmat qilishmoqda. Qiladigan ishlarimiz bugun shu ikkita tadbirkorimizni borib, shu hozirgi faoliyat bilan tanishishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Bundan tashqari bitta murojaatimiz bor. Shu murojaatni birgalikda o'rganamiz va bugungi shu rahbar tomonidan belgilangan mahalliy soliq tushumlarini rejasini bajarishni ishni boshlaymiz. Maqsadimiz shu mahalla fuqarolar yig'inidagi soliq to'lovchilarimizga soliq ma'murchiligidagi yangiliklarni hammasini to'liq yetkazish. Soliq inspektori kun davomida mahalla faollari bilan birgalikda aholining soliq madaniyatini oshirish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib boradi. Mol-mulk va yer soliqlari, ijtimoiy soliqlar hamda imtiyozlar haqida kerakli ma'lumotlarni yetkazish, mavjud qarzdorliklarni qisqartirishda bu muhim ahamiyatga ega. Soliqdan tushgan tushumdan 10% mahallaning byudjetida o'zida qoladigan bo'lgan. Shu tushumdan mahallamizning infratuzilmasiga, asosan mana kamtamlar xonadonlariga shifer olib berdik, mana oyda shilaka blok olib berdik. Mahallamizning binosiga 10 kilovatlik quyosh paneli o'rnatdik. Idoramizga 2 ta kompyuter to'plamasini oldik. Mahallamizda soliq to'lovchilar o'z ixtiyorlari bilan soliq to'lashyapti. Soliq inspektori mahalladagi kichik do'konlar, xizmat ko'rsatish shoxobchalarida bo'lib, tadbirkorlarning savol va takliflarini o'rganadi. Elektron hisob fakturalar, chek berish tartibi, onlayn soliq xizmati kabi masalalar yuzasidan amaliy yordam ko'rsatadi. 6370 nafar aholi istiqomat qilayotgan ushbu mahallada ayni paytda 101 ta yakka tartibdagi 22 ta yuridik maqomga ega tadbirkorlar qonuniy faoliyat olib borishmoqda. Ularning faoliyatini kengaytirish hamda hududda tadbirkorlikni rivojlantirishda mahalla raisi, hokim yordamchisi bilan birga soliq inspektorining ham o'rni alohida. Mana shu joy bundan 7-8 oy oldin umuman qarovsiz joy bo'lgan. Biz shu mahalla fuqarolar raisini bizning tashabbusi bilan shu tadbirkorlar faoliyatini amalga oshirish uchun taklif kiritdik. Natijada shu yerda mana o'zi 4 ta tadbirkor milliy hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha ro'yxatdan o'tib faoliyatini boshladi. Ushbu tadbirkorlar bilan biz mana har 2 kun 3 kunda kelamiz. Asosan hozir yashirin iqtisodiyot bo'yicha bularga tushuntirish amalga oshirib, halol biznes yuritishga targ'ibotlarni hammasini olib boryapmiz. Natijada shu mahalla fuqarolar yig'inida soliq tushumlari ko'payyapti, tadbirkorlarimiz ko'payyapti. Bir so'z bilan aytganda, bugun mahalla soliq inspektori davlat va fuqaro o'rtasidagi muhim ko'prik vazifasini bajarmoqda. Uning kundalik xizmati orqali mahallada osoyishtalik, tartib va rivojlanish ta'minlanadi. Kun bo'yi mas'uliyatli vazifalar bilan band bo'lgan soliqchi ishini yakunlab nihoyat o'z uyiga yo'l oladi. Oila davrasidagi kechki ovqat, kun davomidagi voqealari haqida quvnoq suhbatlar qahramonimizning barcha charchoqlarini chiqaradi. Davlat xizmatining mas'uliyati qanchalik og'ir bo'lmasin, uyining go'shasidagi bu samimiy muhit uni yana ertangi kunga shaylaydi. Chunki boshqalar kabi soliqchi uchun ham oila kuch, mehr va quvvat manbai.